Hurmatli obunachilar, Qizil masjiddan Olsutikli uchastkamiz chiqyapti. Puli juda arzon, hammabop. Arzon deganlarimizga arzon uchastka topib qo'ydik. Orinter Marvarid Turupasdan ko'chasidan kirib ketiladi. Ana shu ajoyib hovlimizda birgalikda obzor qilamiz. Nol tarafdan zilon zonaga gullar ekib qo'ysangiz, chiroyli qilib fasadlanib, ozgina mehr berish kerak hovli. Bismillah. Mana kirish darvoza qilamiz. Akkuratligina. Aboydan chiroyli aboylar qo'yib qo'ygan ekan. Restoran akkuratligina. Birinchi o'rin mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham akkurat qilib qo'yilgan. Kvartirani sotib, hovli qidirib yurganlar jo'natib qo'yasizlar videoni. Bu tarafga ham akkurat qilib qo'yilgan ekan. Akkuratligina. Bismillah. Bu tarafga xonamiz, ayollar o'tiradigan xona. Remontlarni ozgina mehr bersa, chiroyli bo'lib qoladi. Bu tarafga ikkita xonamiz. Detskiy xonamiz. Hovlimiz zilon zonasi, oshxonamiz, hammomimiz, hojatxonamiz, uchoqxonamiz. Vodoprovodda suv keladiganini bir tekshirib ko'raylik. Shirin suvdan muammo yo'q. Bu esa hovlimiz Olsutikga joylashgan, 5 ta xonadan iborat. Narxini 40 ming so'ratgan joyga real narx obunachilar uchun 31 ming so'rab qo'ydik. Real narxga real narx beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilinglar.